Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun birinchi kun 10+10 challenge'imizni birinchi kuni olingan testda eng murakkab bo'lgan 5 ta savollarni tahlil qilib chiqamiz sizlar bilan. Birinchi ko'pchilik xato qilgan savol 23 bo'lyapti. Mana shuni umumiy yo'lni o'rgatib qo'yaman sizlarga, qanaqa bo'lishini. Xo'p, qaranglar, nima bo'lishi kerak bu yerda aslida. Masalada aytyapti, 6 ta raqamni o'chirib tashlashimiz kerak, 6 xonali son hosil bo'lishi kerak. Men sizlarga shu sonni o'zini yozib olay-da, mana 1, 6, 5, 3, 4, 9, 3, 7, 2, 0, 98. Mana o'sha sonni o'zini yozib oldim. Qarang. Bizning maqsad nima? Bizning maqsad 6 ta sonni o'chirish. Qolgan 6 tasi eng katta bo'lishi kerak. Keling, mashina birinchi 6 tani o'chirib ko'ring. Mana birinchi 6 tani o'chirsam nima bo'ladi? Tasavvur qildik, mana. Nima bo'lyapti? 3 bilan boshlangan bo'lib qolyaptimi? 3 bilan boshlangani ma'qulmi bizga? Ya'ni yo'q, bizga qarang, eng kichkina bo'lish kerak edi. Shundan foydalanamiz. Qarang. 3 bilan boshlangani ma'qulmi yoki boshqa son bilan boshlangani ma'qulmi? Shuni ko'radigan bo'lsam, qarang. Agar mana bu 6 tani o'chirsam 3 bilan boshlanib qoladi. Yo'q, bizga 3 bilan boshlangani emas. Mana bu 1 bilan boshlangani ma'qul. Ya'ni 1 da o'zini qoldirgani ma'qul. O'shuning uchun 1 da o'zini qoldiramiz. Endi keyingi masala qarang. Xo'p, 1 da qoldirdim. Turibdi 1, muammosi yo'q. Endi keyingi masala, keyingi 6 talikni qarayman. Mana keyingi 6 talik. Tasavvur qilaylik, shularni o'chirsam nima bo'ladi? 7 bilan boshlanib qoladi. 7 bilan boshlangani menga kerakmi yoki undan oldin masalan mana bu 3 bilan tugagani yaxshiroqmi? Xolos eng kichkina bo'lish uchun o'shalarning ichidan eng kichkinani tanlayman-da. Agar mana bu 7 o'rnida 1 bo'lganda shuni tanlab qo'ya qolardim. Hozir 3 ta oldim. Bu degani mana bu ikkalasini o'chiraman. Endi 6 ta raqam o'chirishim kerak edi. 2 ta o'chirib bo'ldim. Qolyapti 4 ta. O'sha 4 ta o'chirishim qoldi. Menda 4 tani o'chirish uchun imkoniyat bor. Xo'p, endi qarang, nima bo'ladi? 2 ta o'chdi, yana 4 ta o'chiraman. Endi 4 tani qarayman, 4 tani olsam, 2 qolgani ma'qulmi yoki bu yoqda 2 dan ko'ra kichkinasi bormi? Yo'q, 2 dan ko'ra kichkinasi yo'q. Demak, bu to'ralasini o'chiraman. Meni sonim 1, 3 va qolgani 2, 98 ko'rinishida bo'lishi kerak. Mana shu bilan javob chiqdi. 132.098. To'g'ri javob D varianti bo'lyapti. Mana D ni belgilab qo'yaman. Bo'ldi, shu bilan chiqdi. Endi qaranglar, xuddi shu misolda sizlarga katta qiymati bo'lsin deb turib berishi ham mumkin. Hozir bu yerda mana eng kichik qiymati bo'lgan edi. Endi eng katta qiymati bo'lganda nima qilardik? Sonni o'zini yozib olyapman. 1, 6, 5, 3, 4, 9, 3, 7, 2, 0, 9, 8. Shartni o'zgartirmadim. Yana 6 ta o'chish kerak deb tasavvur qilaman. O'sha 6 tani o'chirib ko'raman. Nima bo'lyapti? Xo'p, to'g'ri yozdim o'zi. 165, 349. To'g'ri yozibman, bo'ldi. Mana shu 6 tani o'chirsam 3 bilan boshlangani katta bo'ladimi yoki undan ko'ra kattasi bormi? Undan ko'ra kattasi bor. Ya'ni bizga 3 bilan boshlangandan ko'ra, mana bularni o'chirib olganimdan ko'ra 9 ni o'zini qoldirsam 9 bilan boshlangani ma'qul. O'shuning uchun 9 bilan qoldiraman-da, mana bu qolgan 5 tani o'chirib yuboraman. Endi o'zi 6 ta o'chirayotgandim, 5 ta o'chirib bo'ldim. Endi 3 ta o'chirsam 7 bilan boshlangani ma'qulmi yoki 3 qolgani ma'qulmi desam, 3 ta o'chirib olganim yaxshi, 7 qolgani ma'qul. Demak, meni sonim agar eng katta deganida 98 bo'lar edi. Bo'ldi. Bunisi maksimal, mana bunisi minimal holati. Ikkala holatda ham ishlab qo'ydik misolda, shu bilan bu misolimiz tugadi. Endi 24-chi, yo'q, 24midi? 24-chisini ham ko'pchilik xato qilgan ekan, shu 24-savolni ko'ramiz. Javohir ikkita sonni bir-biriga qo'shayotgan edi. U sonlarni yozishda ikkita xatoga yo'l qo'ydi. Sonlardan birini birlar xonasidagi raqami 8 edi. Javohir xatolik tufayli 7 yozib qo'ydi. Xolos, ikkita son bor edi. Masalan, yulduzcha qilib qo'yib olardim. Bilmayman, 3 xonalikmi, 4 xonalikmi. Xo'p, xolos 8 o'rniga bitta 8 bo'lish kerak, o'rniga 7 yozib qo'yib, 7 qilib ishlab ketyapti. Ikkinchi sonning yuzlar xonasidagi raqami 5 edi, xatolik tufayli 8 deb yozib ketdi. Endi yuzlar xonasida 5 bo'lish kerak bo'lgan qanaqadir bitta son bor edi va uni 8 deb yozib ketdi o'rniga. 800 nechidir deb yozib ketdi. Javohir ushbu xatolik bilan yig'inni hisoblaganida 2023 chiqdi. To'g'ri yig'inda nechaga teng? Xo'p, qarang. Nima bo'lyapti? 8 o'rniga 7 yozib ketish bitta kam chiqarish degani. Mana 1 kam -1 degani. Ya'ni bitta kam chiqib qoladi, sen bitta xato yozganing uchun degani. Endi qarang, 5 o'rniga 8 yozish, masalan 500 o'rniga 800 berib yuborish degani
300 ortiqcha berish degani, ya'ni 300 ko'p hisoblash degani. Endi qarang, bu yoqda 300 ko'p hisoblab qo'yapman, bu yoqda bir kam hisoblab qo'yapman. Nima bo'ladi bu holatda deydigan bo'lsak, общий 299 ga ortiq hisoblab qo'ygan bo'lamiz biz bu yerda. Ya'ni 299 ni hisobiga ko'p qilib qo'ydik. Endi nima qilamiz? Qarang. O'shanda mana 2023 chiqyapti-edi. Biz haqiqiy yig'inda 299 ta ko'p olsak, o'sha 299 tani shundoq ayirib tashlasak chiqadi. Xo'p, 13 dan 9 ayiramiz 4, biri dilda qarz o'tadi. 11 qolgan, 11 dan 9 ketsa 2. Xo'p, bu yerda 1 qolgan, yo'q, bu yerda 9 qolgan. 9 dan 2 ketsa 7, 1. 1724 to'g'ri javob E variantida bo'lyapti mana. 24-savolda. Shu bilan bu savolimiz ham chiqdi. Bo'ldi, mana shu xolos qanday o'zgarishini bilish kerak edi. Yoki rebus qilib yechib olsangiz ham bo'ladi, no, rebusdan ko'ra mana shu yo'l yaxshiroq. Bo'ldi. Endi keyingi misolga o'tamiz. 28-si. Hoji Akbar 10 yoshda, uning otasi Umid aka hozirda Hoji Akbardan 4 barobar katta. Demak, Hoji Akbar dadasi Umid aka 40 yoshda. Uni o'z yoshda. Hoji Akbar hozirgidan 2 barobar katta bo'lsa, ya'ni 20 yosh bo'lsa, 10 yil o'tdi. Demak, Umid aka necha yosh bo'ladi? 10 yildan keyin 50 yosh bo'ladi. Umid aka o'sha vaqtda necha yosh bo'ladi? To'g'ri javob C variant mana, o'sha 50 chiqyapti. Bo'ldi. Bu rosa oson masala edi ekan. Shuni ham xato qilibmiz ko'pchilik. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 29-si. Madina oilada eng kenja farzand. Uning akalari soni opalari sonidan 2 marta ko'p. Xo'p, qarang, akalari, opalari 2 barobar ko'p ekan, hisobga olib qo'yinglar mana. Akalari opalaridan 2 barobar ko'p. Oiladagi farzandlar soni quyidagi qaysi biri bo'lishi mumkin emas degan narsani ko'ryapti. Bunda javobdan foydalaniladi. Qarang. Madinani o'zi qiz bolaligini hisobga olib qo'yamiz. Madina qiz bola. Agar mana bu yerda ikkita qiz farzand bor deydigan bo'lsak, bittasi Madina, demak bitta opasi bor. Akalari soni rostdan 2 ta bo'lib 2 barobar ko'p bo'lyapti. No, mos tushdi. Birinchi A variantimiz mos tushdi. B, qarang. 3 ta qiz deydigan bo'lsak, bitta Madinani chiqarib yuborsam 2 ta opasi qoladi. Bu 2 ta opasini hisobga oladigan bo'lsak, mana bu 4 ta o'g'il rostdan ham 2 barobar katta bo'lyapti. B ham mos tushdi. 4 ta qizni oladigan bo'lsak, 3 ta opasi bor bo'ladi. 3 ta opasi bor bo'ladi-da, bu ham 6 ta bo'lib mos tushaveradi. D variant mos tushmaydi. Nimaga? 4 ta qiz desak, 3 ta opasi bor bo'lish kerak bo'ladi, lekin mana bu shartda 2 barobar katta bo'lish kerak bo'lgani uchun 6 ta o'g'il bo'lish kerak bo'lib qoladi va bu yerda 4 ta deb berilyapti. O'shuning uchun D javob xato. Ya'ni mos tushmaydi. Bizdan shunaqa mumkin emasini so'ragani uchun to'g'ri javob D deb olamiz. Mana D ni belgilab qo'ydim. Shu bilan bu misolimiz ham tugadi. Endi keyingisi 30-misol. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston davlatlarining barchasi 1991-yilda mustaqillikka erishgan. Ularning mustaqillik kunlari 27-oktyabr, 1-9-sentyabr, 16-dekabr, 31-avgust, ammo berilgan tartibda bo'lishi shart emas. Xo'p. Buni qaranglar, xato qilmaslik uchun, qiynalmaslik uchun yozib olish kerak. Masalan, O'zB O'zbekiston, Qozog'iston, xo'p, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston mana. Ular jadval qilib olsangiz, hech qachon adashmaydigan bo'lasiz. Kelinglar, mana shu jadvalning davomini boshqacha rangda qilamiz. Va yuqaroq ham qilamiz. Bu bitta chizig'i, jadvalimiz ikkinchi chiziq, uchinchi chiziq. Shoshmasdan jadval qilib olaverasiz. Maqsad to'g'ri ishlash. Bu yerda birinchi bo'lish, tezroq bo'lish emas. Maqsad natija yaxshi bo'lish uchun bor vaqtdan unumli foydalanib, shoshmasdan ishlashimiz kerak. Xo'p, mana jadvalni chizib olyapman. 5 ta edi bu yog'iga ham, 3 ta bo'ldi, 4 ta bo'ldi. Mana buni bunday cho'zib qo'ysak 5 ta. Mana 5 tani chizib oldim. Endi kunlarni qo'yib chiqaman. Kunlar qanaqa tartibda ketishini sizlar o'zingizlar mana bu yerdan ko'raverasizlar. 27-oktyabr bittasi 27-OKT. Bittasi 1-sentyabr, 1-sentabr.
Bittasi 9-sentabr, 9-sentabr. Bittasi 16-dekabr. Bittasi 31-avgust. Mana bo'ldi. Endi berilgan ma'lumotlarni shundan tekshirib ketaveraman. Eng avval mustaqillikka erishgan davlat O'zbekiston emas. Eng oldin keladigani qaysi? Oktyabrmi, sentyabr, dekabr, avgust. Eng avvali mana bu 31-avgust deganim O'zbekistonniki emas ekan, bitta aytayapti, qarang. Eng avval mustaqillikka erishgan davlat O'zbekiston emas. Demak, 31-avgust O'zbekistonniki emas. Shuni bilaman. Mana x qilib qo'yavering. Keyingi narsa Turkmaniston Qozog'istondan oldin. Mana shu narsani kiritishim kerak. Buni jadvalga pryamoy shunchaki qo'yib olmayman. Buni avval qo'yishdan oldin uyni qavatiga qo'yib olaman. Mana Turkmaniston Qozog'istondan oldin, demak, Qozog'istondan ko'ra oldinda. Mana Qozog'istondan oldinda yozyapman. Tepasiga yozyapman. Qirg'izistondan keyin deyapmiz. Xo'p, Turkmaniston Qirg'izistondan keyin ekan, demak, Qirg'iziston uni pastida bo'ladi. Mana Qirg'iziston. Bundan ham foydalanib bo'ldim. Endi Tojikiston Turkmanistondan oldin, ekan, demak Tojikiston tepada, O'zbekistondan keyin mustaqillikka erishgan. Xo'p, buni ham yozib olamiz. O'zbekistondan keyin mustaqillikka erishgan, Turkmanistondan oldin. Xo'p. Turkmanistondan oldin qaysi? Tojikiston. Mana bo'ldi, qarang. Eng birinchi mustaqillikka erishgani kim degan savolga javob beramiz. Qarang. Turkmaniston emas, chunki undan oldin Qirg'iziston bor. Qozog'iston emas, undan oldin Qirg'iziston bor. Tojikiston emas, Turkmaniston emas. Eng birinchi bo'lgan O'zbekiston bilan Qirg'iziston bo'lishi mumkin, lekin eng birinchi bo'lganda O'zbekiston emas deb turib, mana 31-avgust emas deb berib qo'ygan edi. O'shuning uchun eng birinchi bo'lgani Qirg'iziston bo'ladi, ya'ni Qirg'iziston 31-avgust kuni mustaqillikka erishgan bo'ladi. Mana bu yerdan foydalandik. Endi bu yoqlari x bo'ladi, chunki boshqa odam 31-avgust sanasida mustaqillikka erishmagandi bo'lamiz. Endi xuddi shuni mana bu Turkmanning pastdaligini hisobga oladigan bo'lsak, Qozoq undan ham pastda bo'ladi. Endi keyingisi nima bo'ladi desak, O'zbekiston keyingi kelgan sana, ya'ni 1-sentyabrda O'zbekiston mustaqillikka erishgan bo'ladi. Qolgan kunlarida emas. Keyingisi Tojikiston keyingi sana qaysi? 9-sentyabr. Tojikiston 9-sentyabrda bo'lgan bo'ladi. Keyin Turkmaniston ekan, Turkmaniston tak oktyabr keladimi keyin? Oktyabrda bo'lgan. Demak, oxirgi bo'lib, mana bu 16-dekabrda Qozog'iston mustaqil bo'lgan bo'lyapti. Mana yumaloq olib qo'yaman menga kerak bo'lgan joylarini. Xo'p, mana har biridan bittadan olib qo'ydim. Endi quyidagi ma'lumotlarni qaysi biri xato deyapti? Xato ma'lumotni topishimiz kerak. Bunaqa qiyin joy yo'q. A variant. Tojikistonning mustaqillik kuni 9-sentyabr. Tojikistonga o'tamiz. 9-sentyabr mana ichga turibdi. To'g'ri ekan. Demak, bu ma'lumot to'g'ri. Bizga kerak emas. Bizga xatosi kerak edi. B. 5 mamlakatdan oxirgi bo'lib mustaqil bo'lgan Qozog'iston hisoblanadi. Oxiri bo'lib, ya'ni dekabrda bo'lgani Qozog'iston. Bunisi ham to'g'ri bo'lyapti. B ham to'g'ri. C. Turkmanistonning mustaqillik kuni 27-oktyabr. Turkmanistonga qaraymiz, 27-oktyabr. Bu ham mos tushdi, demak C ham emas. D. O'zbekiston Qirg'izistondan oldin mustaqillikka erishgan. Mana shu xato. O'zbekiston 1-sentyabrda, Qirg'iziston 31-sanada. Bir kun keyin bo'lyapti. O'shuning uchun D bizda mos tushmaydi va mana shu to'g'ri javob. 16-dekabr Qirg'izistonning mustaqillik kuni emas. 16-dekabr rostdan ham Qirg'izistonning mustaqillik kuni emas. 31-sana. Bo'ldi, shu bilan mumkin bo'lmagani, ya'ni xatosini so'ragan edi. Biz D javobni oldik. Mana shu bilan bu misolimiz ham chiqdi.